Assalomu alaykum. Xayrli kech hammalarga. Bugungi Travorium prezentatsiyaga xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Oranglarda novichoklar bo'lsa, juda ham xursandman. Hozir qisqacha o'zimni tanishtirib ketaman va keyin mana shu imkoniyat bilan hammalarni tanishtirib o'taman va diqqat bilan eshitasizlar. Undan keyin savollarni oxirida savol-javob qilamiz. Давайте shunaqangi nastroy bilan boshlaymiz. Eshitishni bu informatsiyani faqatgina yaxshi tomonlarini qabul qilishi va pozitiv nastroyda eshitamiz. Xullas, men ismim Dono, 78-yilman, 4 ta farzandim bor, 2 ta oliy, 2 ta o'rta ma'lumotim bor, lekin shunga qaramay hozirgi kunda men orzu maqsadlarim juda ham ko'p bo'lganligi uchun o'zi boshida bankda USPSB bankini tanisinglar kerak. O'zbekiston Toshkent shahridagi o'sha yerda valyutniy управленияda 13 yil ishlaganman va 3-farzandimga dekretda bo'lganimda mani hayotimga sitевой marketing kirib kelgan va men 2 ta kosmetika kompaniyasida ishlab top 10talikka kirganman. Juda ham ko'p orzu maqsadlarimga mana shu biznes orqali erishganman. Shuni ishontirib aytamanki, bu yerda odamga imkoniyat berilayotganda qanchalik qabul qilishi, ishonishi albatta o'ziga bog'liq. Biz qo'ldan kelgancha shu imkoniyatni tushuntirib beramiz. Mana hozirgi kunda Travorium kompaniyasida o'z faoliyatimni olib boryapman. Nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin, chunki oldin 30 ga yaqin davlatlarda adashmasam balkim undan ham ko'pdir dunyo kezib sayohatlar qilib kelganman. Menga juda ham yoqardi sayohat qilish. Mana shu yili sayohatga chiqa olmadim. O'zim ish faoliyatim faqatgina dars berib yurganimda, mana shunaqa onlayn dars har xil kompaniyalarga. Shunda menga shunaqa Zamirappa degan inson taklif qilib qoldilar. Dono mana shunaqa amerikanskiy klub kirib kelyapti, pутешествие qilishga ekan, kurort villalari bor ekan deganlarida menda sразу qanaqadir nima deydi, qiziqish uyg'ongan va даже prezentatsiyani eshitmasdan turib ham уже как бы rozi bo'lganman. Потому что sayohat so'zini o'zidan menda qanaqadir qiziqish paydo bo'lgan. Chunki odam chet elga chiqsa, ko'rib kelsa, уже nima deydi, bu narsa yilda хотя бы bir marta chiqmasa, уже odamda qanaqadir aniq paydo bo'ladi, qumsiydi shu narsani. Samolyotda uchishi, borib dengizlarda cho'milishi va hokazo. Xullas, bu Travorium klubimiz, Travorium imkoniyatlari bizga как biznes instrumenti hozir taklif qilinyapti. Потому что bu imkoniyatdan foydalanganingizdan keyin sizga ko'proq sayohat qilish imkoniyati, sifatli sayohat qilish imkoniyati, arzon sayohat qilish imkoniyati va даже shunaqangi imkoniyati borki, bepul sayohat qilish imkoniyatlari bor. Mana shu to'g'risida bugun gaplashamiz. O'zi qayerda tashkil topgan? Bu Amerikani Kaliforniya shtatida. Mana prezident ko'rib turibsizlar, bu er-xotinlar David Hart va Adela Hart, bular основательlar hisoblanadi. David o'zi tadbirkor, предприниматель, Amerikada ko'pchilik taniydigan inson, o'zini yutib olgan anaqalari bor, nima deydi, nagradalari, как лучший предприниматель. Bu kompaniyada investorlar yo'q. Bu kompaniyani David Hart yagona основатель hisoblanadi. Qachon boshlangan bu biznes? Bundan 12 yil oldin Amerikaning Kaliforniya shtatida va Yevropada birgalikda ular mana shu nima deydi, dunyo bo'ylab kezishni yo'lga qo'yishgan. Kompaniya 60 dan ko'p davlatlarda, hozirgi kunda 100 ga yaqinlashib qolgan davlatlarda qonuniy ishlab keladi. Va O'rta Osiyoga kirib kelish sababi bundan 1,5 yil oldin. Buni ham bir tarixi bor. O'rta Osiyoga kirib kelgan, Qozog'istondan keyin Qirg'izistonga va albatta bizga O'zbekistonga kirib kelganiga 5 oy bo'ldi. Mana shu klubba imkoniyatlaridan hozirgi kunda O'zbekiston ham foydalanib kelyapti.
Buni ham o'zgacha tarixi bor. Qisqacha gapirib o'taman. Qozog'istonda Abulxan Sirsimbayev degan taniqli turizm kompaniyasini direktori Dubayda dam olayotgan bo'ladi va o'shanda Travoriumni представители ham o'sha otelda dam olayotgan bo'ladi. Ular dam olib anaqa qilayotganda ular ko'rishib qolishadi. Gapdan gap chiqib, unga shu Travoriumdagi inson savol beradiki, siz qanaqa narxda keldingiz? Mana eng zo'r otelda turgan ekansiz desa, Abulxan aytadiki, men shu narxda keldim desa, Travorium представитель aytadiki, men mana bunaqa narxda keldim deydi. Keyin qanaqa qilibsan bu narxda kelding? Qachonki men shunaqa katta tur kompaniyani xo'jayini bo'lib turib, shu narxda kelgan bo'lsam deganda, u aytadiki, shunaqa Travorium degan kompaniyada men klubni a'zosiman deydi. Bizda shunaqa imkoniyatlar bor, butun dunyo bo'yicha juda katta, ya'ni 70, 80, даже 90% skidkagacha otellarni bron qilib kelish imkoniyati bor deganda, Abulxan qiziqib qoladi-da, men sizlar qanaqa qilib prezident bilan gaplashsam bo'ladi deganda, shunda unga tashkillashtirish beradi, shunaqa uchrashuv. U hamma savol javoblarini olgandan keyin shu biznesni sinab ko'rmoqchi bo'ladi o'zi. Hatto 67 yoshli erkak kishi bo'lsa ham, hech qachon sityovoy kompaniyada ishlamagan bo'lsa ham, Travoriumni imkoniyatlarini eshitgandan keyin u odamda qiziqish uyg'onadi-da. Как бы boshlab ko'radi shu narsani. Shunda prezident aytadi, mayli 1 yilda где-то 1000 ta odam qilinglar deydi. Qozog'iston bo'yicha men borib ofis ochib kelaman degan paytda ular shu shartni 10 baravar ko'p даже bajarishadi. 20 ga yaqin ambasadorlar chiqadi va mana shu yil 29-sentyabrda David Hart Adela bilan birga kelib Qozog'istonda ofis ochishadi. Bizda ham Toshkentdan borgan представительlar bor, 6-7 kishi bu Gulbahor opam boshchiligida borib, David Hart bilan ko'rishib, tanishib, rasmlarga, videolarga tushib kelishgan. Undan keyingi davlat o'tda ham ambasadorlar chiqib, Qirg'iziston 9-oktyabrda Qirg'izistonda ofitsialniy ofis ochiladi va David Hart xuddi ularga aytgan gapi O'zbekistondagi представительlarga ham aytadi. Sizlar ham kamida 1000 ta odam bo'linglar, komanda qilib, shunda biz ham men borib O'zbekistonda o'zim shaxsan shu biznesni ochib kelaman deydi. Mana shunaqa ajoyib tarixga ega, shu bahona O'rta Osiyoga ham kirib keladi bu biznes. Hozirgi kunda Qozog'istonda 20 dan ortiq bo'lsa kerak, уже ambasadorlar o'z ishini olib boryapti. Keyin turizm, nima uchun turizm? Mana bilasizlar, hozir juda ham rivojlanib ketyapti turizm. Sityovoy marketingda ham juda ham ko'p marketinglar chiqib ketgan, har xil produktoviy biznes. Bilasizlar, marketing o'zi 2 xil bo'ladi. Bu produktoviy biznes, ya'ni tovarlar sotish, produksiya, mahsulotlar, kosmetikami, badlar. Ikkinchisi bu usluga, ya'ni xizmat ko'rsatish. Produktoviy biznesda ishlasangiz, siz qanaqadir daraja qilganingizdan keyingina sizga chet elga как бы поездка beriladi. Bu biznesda bo'lsa, уже sizni instrumentingiz o'zi поездка. Xolismi, xohlamasmi, sizni produktingiz поездка, shu поездкаdan foydalanishingiz mumkin. Ko'p orzularingiz ro'yobga chiqishi uchun bu kompaniya sababchi bo'lib qoladi. Bu odamlarga taklif qilayotganingizda juda ham qiziq tema hisoblanadi. Hozirgi kunda turizmda buni tovar oboroti 1 yilda 10 trillion dollarga yetib borar ekan, juda ham katta industriya hisoblanadi. Yana qulaylik tomonlari, bu biznesni onlayn ham rivojlantirishingiz mumkin. Chunki bu yerda ochilayotgan platformalar sizni kompyuteringizda yoki telefoningizda bo'ladi. Dunyoni xohlagan chekkasiga borganingizda o'zingizni instrumentingiz, biznesingiz siz telefoningizda siz bilan birgalikda yuradi va mana shunaqa prezentatsiyalar orqali insonlarga shu informatsiyani yetkazgan holda bu biznes bilan как бы shug'ullanish imkoniyatini beradi. Потому что hozir shunaqa gap borki, agar seni biznesing internetda bo'lmasa, значит u haqiqiy biznes hisoblanmaydi degan. Потому что ish vaqtingizni o'zingiz hal qilasiz. Qaysi davlatda bo'lasiz, o'sha yerda ham
ishlab ketishingiz mumkin. O'zingizni yoningizda ko'tarib yurasiz shu biznesni. Hamma narsa onlayn bo'lib rivojlanayotganda mana shu imkoniyat juda ham zo'r. Misol uchun produktoviy biznesda siz chet elga ketsangiz, siz produktni o'zingiz bilan olib ketib yoki misol uchun dostavkaga ruxsat bo'lmasligi mumkin har xil davlatlarga. Bu yerda sayohat qilish bu hammaga juda ham anaqa aktualniy tema hisoblanadi, потому что o'zinglar ham sinab ko'ringlar. Bittada уже sayohat qilish senga qiziqmi, sayohat qilib pul topish xohlaysanmi deganinglarda уже odam sizga уже конечно xohlayman, nimaga xohlamayman. Juda ham kam odam mingtadan bitta chiqsa kerak, menimcha agar chiqsa sayohatga umuman qiziqmaydi. Tем более pandemiyadan keyin sayohatlar juda ham rivojlanib ketgan hozirgi kunda. Endi qaranglar, Travorium kompaniyasida qanaqa platformalar bor, ya'ni qanaqa xizmatlar ko'rsatadi sizlar uchun. Bu sizga imkoniyat berilgandan keyin siz butun dunyo bo'yicha xohlagan kurortlarga borish imkoniyatingiz bor. Otellarga bron qilish imkoniyatingiz bor. Kruizlardan foydalanishingiz mumkin. Juda ham butun dunyo bo'ylab variantlari juda ham ko'p. Xohlagan joyingizda, xohlang kemada sayohat qiling, xohlang samolyotda uchib borib sayohat qiling va tanlagan davlatingizga borganingizda siz даже mashinani ham arendaga olib, xohlagan mashinangizda как бы foydalanishingiz mumkin o'sha shaharda. Bilasizlar, любой davlatga borganingizda sayohat qilganda siz просто так borib kelmaysiz, u yerda обязательно turlar bo'ladi, parklar, развлечениyalar bo'ladi. Travorium kompaniyasi shunaqa imkoniyat beradiki, siz shu turlarni o'zingizni kabinetingizdan arzon narxda bron qilib foydalanib borishingiz mumkin. Потому что turlarga borganda ham u yerda очередlar bo'ladi yoki tur firmasiga taklif qiladi 2-3 barobar qimmatga. Travoriumda bo'lsa siz o'zingizda biznes instrumentdan foydalangan holda xohlagan davlatingizga borganingizda o'sha xohlagan turni tanlab unda foydalanishingiz mumkin. Qaranglar. Buni anaqasi nimada? Преимущество deymiz, afzallik tomoni. 4 xil sayt ochiladi bizga. Birinchisi bu travel sayt, bu booking analogi hisoblanadi. U yerda 2 milliondan ortiq otellar bor. Sizni tanlashingizga butun dunyo bo'yicha. Ya'ni faqatgina siz kirasiz travel saytga, bu registratsiya bo'lganingizdan keyin verifikatsiya qilasiz, bir haftadan keyin ruxsat beriladi ochilishga. Ochilgandan keyin siz xohlagan davlatingizni tanlaysiz. Sezon tanlaysiz. Misol uchun bahorda bormoqchimisiz, yo qishda bormoqchimisiz, yozda bormoqchimisiz. O'sha chisloni kirgizasiz, mana shu chislodan shu chislogacha mana shu davlatga bormoqchiman, shu mana otelga bormoqchiman va 2 kishimi sonini kirgizasiz, kattalar qancha kichkina. Как бы tanlaysiz. Mana bu ekranda hozir ko'rib turganinglar 3 xil tsena turibdi. Bu yerda Booking, Expedia Travorium narxi turibdi. Mana solishtirsanglar bo'ladi. Bu Mayamidagi otellardan bittasi 5 yulduzli. Travorium qizildagi 2326 bo'lsa, Expedia'da 4463 o'sha otel. Bookingda 4653 dollar turadi. Farqini qarang, ekonomiya почти 50% ga siz pulingizni tejavasiz. Mana yana imkoniyat, mana birinchi ko'rgan slaydimizda bu eng zo'r 5 yulduzli otellar edi. Kimlardir xohlaydi arzonroq variantlarga borib dam olib kelishni, ekonomik qilishni. Mana bunisida esa ko'rishinglar mumkin. Travoriumda 2 kishiga misol $15 chiqyapti o'sha otel. Tak, mana 293 bu Expedia va Bookingda $277. Mana raznicani ko'rasizlar, bu yerda почти 90% ga как бы tsena arzonroq ko'rsatyapti. Sut mana shu biznesni siz xohlagan joyingizga dam olishga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha otel, gostinitsani o'zingiz tanlaysiz как бы сравнивать qilishingiz mumkin boshqa platformalar bilan.
Travorium kompaniyasi mana bu yerda уже juda ham katta skidka. 50%dan 90%gacha как бы berish imkoniyati bor. Вот. Hozir kechirasizlar. Так, keyingi anaqamizni qaranglar. Мировые туры. Мировые турida bu yerda siz в tечение следующих 18 oy deyapti, как поощрительный поездкаlar beradi. Kompaniya uni 18 oy uzog'i bilan tanlashingiz mumkin. Ikki kishi, ikkita katta, ikkita kichkinaga xohlagan davlatingizni tanlaysiz. Bu yerda hamma narsa anaqa nima deydi? Zakodniy bo'ladi. Registratsiya ham hammasi через почта, через Sapr degan sayt bor, kabinetingizga kirsangiz, gaplashib tanlashingiz mumkin. 4 ta saytdan bittasi bu поощрительная как бы поездка hisoblanadi. Mikrofonlarni o'chirib qo'ysanglar sal xalaqit beryapti menga. Вот. Yana bor мировые турlar har xil davlatlarga bu yerda o'zinglarni накопительный ballinglar orqali ham sayohat qilish imkoniyati beradi. Bu to'g'risida yana gaplashamiz. Просто men hozir sizlarga ko'rsatayotgan narsam agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, farqini ko'ringlar, skidkalarni demoqchiman. Qizilda bu Travorium o'zini narxi bu как бы без Travorium boradigan narxlar. Вот, kompaniya yana qanaqa imkoniyat beryapti sizlarga? $350 bilan misol uchun partnyor bo'lib kiryapsiz shu kompaniyaga. Sizga tayyor veb-sayt, back office, ichiga kirsangiz marketing, video, hamma narsa bor. Bizda mana misol uchun bu biznesga qadam qo'ydingiz, sizni tajribangiz bo'lmasligi mumkin bu biznesda, lekin bizda sistema обучения yo'lga qo'yilgan, ya'ni kelgan odamga hamma narsa как бы o'rgatilib ketiladi. Siz uchun yangi narsa bo'lsa. Misol uchun men ham 17 yil mana shu sistemada ishlagan bo'lsam, men produktovoy biznesda ishlaganman. Men mahsulot sotish yaxshi bilaman. Bu yerga keldim, men hozir xizmat ko'rsatishni sotyapman, lekin shuni ham как бы boshqatdan bilmagan joylarimni noldan boshlab o'rganib kelyapman. Bizda hammasi o'rgatiladi. Bu tayyor biznes. Bu yerga pul tikishingiz kerak emas. Siz faqat kirish to'laysiz. Mana men 79.95 degani sizga franshiza beriladi. O'shaga to'lagan pulingizdan bir qismi tayyor biznes instrument beriladi. Вот. Endi keyingi slaydga o'tsak, mana bu paketlar $350 bilan kirdik. Kirganimizda platina paketiga a'zo bo'lamiz. Hali aytganimdek $80 bu franshizaga ketsa, $135 bu ежемесячная оплата bor, abonentskiy. Har oy 135 dan to'lab yurganingizda 270 ball beradi sizga, hisoblab uni 2 ga ko'paytirib. Вот. И shu imkoniyatlar sizga hali aytganimdek 4 ta platforma bor. Bu мировые туры, Getaway, Scan, Travel Site и поощрительная поездка. Вот. Bu yoqgacha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi kompaniya qaranglar, shu qanday imkoniyat beryaptiki, siz keldingiz, oddiy klient bo'lib foydalanishingiz mumkin bu sistemadan. Ya'ni keldingiz, klubga a'zo bo'lish uchun $350 berdingiz. 4 ta saytdan foydalanyapsiz va oyiga $135 dan to'lab yuribsiz. Bu bitta imkoniyat. Ikkinchi imkoniyat bu siz безоплатник bo'lishingiz mumkin. Ya'ni o'sha bu biznes tomonini tanlaysiz. Siz bu biznesda misol uchun бесплатный otel xohlayman, gostinitsa yoki бесплатный bilet xohlayman. Вообще umuman butun dunyoni tekinga sayohat qilish xohlayman degan orzungiz bo'lsa yoki maqsadingiz bo'lsa, bu kompaniyaga kelganingizda sizda shu kompaniyani reklama qilish orqali pul topish imkoniyati beriladi. Ya'ni hammani tanishi bor, to'g'rimi, sayohatga qiziqadigan yoki kimnidir maqsadi pul topishga qiziqadigan tanishlari bo'lsa, ularga mana shu imkoniyatni reklama qilib ketamiz. Ya'ni 3 ta tanishimizga shu imkoniyatni berdik va bizda mana bunaqa binarniy sistema bo'lganligi sababli
ikkita qo'lingiz bo'ladi, komanda sprava, komanda sleva. Ularni taklif qilasiz, qo'yasiz, sizga shu 3ta insonni taklif qilganingiz uchun besplatniy gостиницаlarga ega bo'lish imkoniyati beriladi. Tushunarli? Ya'ni $135 to'lashingiz shart bo'lmaydi, lekin sizga kompaniya kunlik har kuni $445 berib turganligi sababli u o'zi yig'ilib, shu abonentskiy oplatani qoplaydi va har bitta taklif uchun kompaniya undan tashqari yana $50 siz reklama qilganingiz uchun sizga yana qo'shimcha pul beradi. Shunda siz o'sha 135 abonentskiydan xolis bo'lib, bezoplatnik hisoblanasiz. Endi gостиницаlar siz uchun mana bepulga aylandi. Faqatgina u kelgan 3ta odamingiz ham aktivniy bo'lishi kerak. Endi o'sha kelgan 3ta odamingizdan so'raysiz, biznes qilish xohlaysizmi yoki san ham oddiy klient bo'lib, prosta ballaringni yig'ib, o'sha abonentskiyni to'lab, shu orqali Travoriumda o'zingni nima deydi, yuritish xohlaysan deb so'rasangiz, u aytadi, yo'q, men ham biznes qilish xohlayman deydi, yoki mayli, men klient bo'lib qolaman deydi. Biz ko'proq 80% vaqtimizni biznes qilmoqchi bo'lgan insonlarga ajratsak, ular ham o'zini 3tadan odamini taklif qiladi, ularga yordam bersak, shu prezentatsiya o'tib beramiz yoki ustozlarimiz o'tayotgan prezentatsiyalarga taklif qilamiz. Shunda sizda o'sha komanda tashkil topib boshlaydi. U insonlar ham 3tadan odam olib kelsa va o'zingiz yana bitta shaxsiy inson taklif qilsangiz, в общем 4ta inson bo'lsa, binarniy sistema bo'lgani uchun marketing bo'yicha 1 star direktor degani, mana mana slaydda ko'rsatyapti. Bir yoq chap komandangizda 8ta odam, o'ng tomoningizda 8ta odam. Sizda уже biletingizga ham уже pul chiqib boshlaydi. Вот. Hozir men slaydlarni shuni tepaga ko'tarib olay. Bilasizlar, marketingda bilasizlar, odam taklif qilsangizgina bu biznes tomonidan foydalansangiz, oyliklar bor, premiyalar bor, har xil 8 xil bizada daromad bor. Bu to'g'risida ham hozir gapirib beraman. Xullas, birinchi 1 star direktor bo'lganingizdan keyin o'sha keyingisi 2 star direktor. Kstati, 1 star direktorlar bor hozir bizning oramizda. Mana kechagina keyingi Shoira opam 1 star direktor bo'ldilar. Undan oldingi pog'onada platinoviy direktor 3ta odam taklif qilgan. Farhodjon borlar bu yerda Gulsanam bilan. Hech qancha vaqt bo'lmadi kelishganiga, o'sha mana shu imkoniyatdan foydalanishyapti. Keyingi komanda o'sha 2 star direktor, bu yerda ham chap 10 qo'lingiz bo'ladi, faqatgina bu yerda o'sha bir yoq qo'lingizda ham, ikkinchi qo'lingizda ham 25 tadan odam, так как bu komandniy qilinadigan ish bo'lganligi uchun birgalikda qilinadi. Har bitta kelgan odam biznes yo'lini tanlabdiki, bezoplatnik bo'lishini maqsad qilib qo'ysa yoki 1 star bo'lishini maqsad qilib qo'ysa, u постоянно shu odam taklif qilish bilan o'zini karyerasini biznes tomonidagi marketingdagi pog'onalar bo'yicha ko'tarilib boshlaydi. 2 star direktor degani bu o'sha oylik kamida $1,500 $3,000gacha va 5 ta shaxsiy taklif qilgan inson hisoblanadi. Bu yerda o'sha gruppa emas, komanda yuzaga kelgan. Mana shu pog'onaga chiqqanda kompaniya brilliantовый uzun, imennoy brilliantовый uzun sovg'aga yuboradi. Вот. Keyingi pog'ona 3-4 звездный direktor mana shunaqa qilib ko'tarilib ketaveradi. Men bitta lutchi mana tablitsani ko'rsataman. Marketing bu juda ham o'ziga yarasha nima deydi, murakkabroq va kattaroq tema bo'lgani uchun buni hozir shunday yuzaki gapirib ketishim mumkin, lekin mana shu biznes qiziqtirib qolsa, haqiqatda bu darslar alohida o'tiladi. Mana misol uchun qaranglar.
uchta odam taklif qildingiz, siz уже platinoviy direktor hisoblanasiz. Sizni kunlik $445 pulingiz bor. Oylik 135 yig'iladigan pulingiz bor. Har bitta taklifdan $50 kompaniya pul ajratadi. Undan tashqari uchtadan o'sha bu yog'iga odamingiz nima deydi, ko'payib boshlasa, u odamlaringiz ham odam taklif qilsa, sizga undan tashqari yana $5 bonus от прямых продаж deydi, u pul ham chiqib turadi. Keyingi pog'onada o'sha kunlik ko'ryapsizlar $10, keyingisida 25, keyingisida 70, 100 va ambasador pog'onasiga yetganda o'sha kuniga mana $140 tushib turadi. 140 ga 30 ga ko'paytiringlar, o'sha bilasizlar, bu passivniy dohod deyiladi marketing bo'yicha kompaniyalarda. Bizani boshqa kompaniyalar buni pensiya derkan. Bu pensiyaga chiqish uchun ishlayotgan boshqa produktoviy bizneslarda. Bizda 3 ta odam bilan o'sha pensiya kunlik pulingiz nima deydi, chiqyapti-da, bu marketing bo'yicha. Поэтому mana shu kunlik pul degani ishlayapsizmi, ishlamayapsizmi, lekin sizda живой mana shunaqa komanda bor, mana shu объемni qiladigan, sizga bu как бы гарантированный pul hisoblanadi, kunlik pul. Вот, keyingisi oylik binardan chiqadigan pul, taklifidan chiqadigan pul. Общий mana ko'rganingizda, menimcha bu oyliklar 2 zvezda direktorda o'sha 30 millionga yaqin pul. Bu menimcha unaqa kichkina oylik deb hisoblamayman. Komanda bu yerda qaranglar, 50 tagina odam bo'lyapti. Misol uchun, men produktoviy biznesda ishlaganman oldin. Bitta direktorskiy komandada 60 ta odam aktivniy bo'lsa $200 oylik chiqardi. Bu yerda 50 ta odam aktivniy bo'lganiga kamida $1,500-2,000 pul beryapti. Chunki yildan yilga bilasizlar, marketinglar ham, kompaniyalar o'zi ko'payib ketyapti. Marketinglar ham все круче deydi-ku, bir-biridan как бы o'taman deydigan darajada shunaqa marketinglar chiqib ketyapti. Buni nima deydi, marketingni tushunadigan odam yoki mana marketologlar bo'lsa, oranglarda bir xil matematikaga qiziqadi, finansist, ekonomistlar shuni ko'rib, уже наглядно ko'rganida, что такое mana ежедневная оплата, ежемесячный nima, ежегодный, qaysi продажаdan chiqyapti, binardan chiqyapti, klassik. Buni bitta ko'rganda уже miyada xomchot qilib bundoq hisoblab chiqib ham объемga qaraydi, nechta odamga qaraydi, qanaqa summaga qaraydi, qancha olayotganiga, necha xil daromad chiqayotganini ko'rib ham o'sha odam bittada buni tushunib oladi. Va eng qiziq pog'ona bu mana ambasador pog'onasi. Ras biznesga keldingizmi, qaymog'ini olishingiz kerak. Eng zo'r как бы nima deydi, imkoniyatdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Eng zo'r anaqa imkoniyat va возможность hayot mana shu pog'onadan boshlanadi. Потому что bu yerda уже kunlik pulingiz $140 tushsa, butun oy mobaynida siz общий командный товарооборотdan уже kamida $10,000, minimalni $10,000 yoki уже yuqoriga qarab ketaveradi oyligingiz. Потому что marketingda menimcha oylik degani bilan hech qachon hech kimda bir xil oylik chiqmaydi. Потому что komandada ровно 188 ga 188 yoki 25 ga 25 mana bunaqa bo'lishi, bu kam hollarda ortig'i bilan bo'ladi demoqchiman. Shaxsiy taklif ham misol uchun shuncha odam taklif qilgan deb aytiladi-ku, mana misol uchun boshida 3 ta taklif qilsangiz, yog'iga bittadan qo'shilib ketaveradi, da уровня ambasadorada. Ambasador bo'lganingizda 10 ta shaxsiy taklifingiz bo'lishi kerak. Biznesga kelgan odam u 5 ta, 6 ta qilaman deb o'tirmaydi yoki 10 ta debda, o'ziga cheklov qo'yilmaydi. Потому что biznesda katta pul olaman desangiz, sizni birinchi liniyasi ko'pligiga bog'liq. Qancha ko'p odam taklif qilsangiz, bu degani sizni oyligingiz ham ko'p bo'ladi, komandangiz ham как бы katta tovaroborot qiladi. Вот hozir men sizlarga 8 xil oylik to'g'risida gapirib beraman. Yana boshqatdan как бы eshitib nima qilsanglar bo'ladi. Birinchi dohodimiz bu 350 to'lab klubga a'zo bo'lib kirdingiz. Siz uchun birinchi dohod bu, esinglarda qolsin, bu бесплатный поощрительный поездка hisoblanadi.
Bu ham как бы sizga plus bitta xohlagan 39 ta davlatdan bittasini tanlaysiz. 18 oy ichida maksimum и ikkita katta, ikkita kichkinaga бесплатное проживаниеni beradi kompaniya. To'g'rimi? Bu ham как бы приятный подарок hisoblanadi поощрительный bundoq olib qaraganda. Так, keyingisi bu shaxsiy taklifdan. Bu $50. Nima kechirasizlar. Suvimni topolmayapman qayerga qolib ketib qolish. $50 boshlanadi. Bu minimum $140gacha. Bu shaxsiy taklifdan, ya'ni kimnidir taklif qildingiz, mana shunaqa prezentatsiya o'tkazib, nima deb vaqtingizni ketkazib, uchrashib gapirganingiz uchun kompaniya sizni mukofotlaydi. Mana shu pul bilan. Shaxsiy taklif bu $50dan $110gacha. Kechirasiz, mana shunaqa pullarni beradi. Вот. Keyingisi bu passivniy dohod hisoblanadi. Ya'ni bizning kunlik pulimiz $445dan $3000gacha borar ekan. Bu ambasadorlar уровенida. Hali anaqa slaydda ko'rsatganim bu ambasador degani bu oxirgi pog'ona emas. Ambasadordan keyin ambasador 1 2 3 4 5 nalchi davom etib ketgan. Kunlik daromad $3000gacha. Keyin liderskiy bonus bor. Bu yerda shunaqangi anaqa shartlari bor. Mana boshida kiryapsizlarmi bilib olinglar. Bir oy ichida 3 ta odam taklif qilsangiz, bu как быстрый start hisoblanadi. Keyingi pog'onaga chiqqaningizda yana sizga $100 как бы nima deydi, поощрительный premiya ham qo'shib beradi. Matching bonus bor. Bu siz taklif qilgan odamingiz yana kimnidir taklif qildimi, undagi oylikning razницаni olasiz. U mikrofon o'chirib qo'ysanglar, u oyligi bor va 6-inchisi bu statusniy bonus. Bu yerda уже podarkalar to'g'risida gap ketyapti. Ya'ni 25 qilganingizda 2 star direktor, bu brilliantовый uzuv sovg'aga olasiz va ambasador bo'lganingizda o'sha soat podarka qilinadi. Brilliant soat ko'zlari bor, Onyx degan soat podarka beriladi. Yana eng qizig'i 7-bonus, bu bonus za speakerstvo. Ya'ni mana shu prezentatsiyadan oyiga 4 ta prezentatsiya, 4 ta trening o'tib berganingiz uchun kompaniya sizga yaqinda Erlan kelib ketdi, ambasador $4000 dedi. Tak boshida $2500 deb eshitgandik. Plus 2 ta odam yozsangiz yana $500 qo'shib berar ekan. Sizni mana shu vaqt o'tkazib prezentatsiya o'tganingizni faqatgina videoga olasiz. Kamida 25 ta odam bo'lishi kerak. Уровень ambasadorda уже 25 ta emas, mingtalab odam kiradi. Prezentatsiya yoki treninglar o'tkazganingizda shularni просто videoga olasiz. Просто kamida 25 ta odam bo'lsa, o'sha условияsi kompaniyaga yuborasiz, sizga yana qo'shimcha oylik pul chiqarib beradi. Bu albatta nima deydi, dars o'tishlarni yaxshi ko'radigan insonlar uchun. 8-daromad bu protsent от мирового товарооборота. Deyapti, bu yerda 3%, yana butun dunyo tovarooborotidan ulush beradi. Mana shu yoqqa 8 xil dohod bor. No bu yerda в основном bizani produktimizni sayohat qilish, dunyo kezish va odamlarga ham shu imkoniyatni berganimiz uchungina biz как бы daromadlarga chiqib foydalanamiz. Sovg'a yana Louis Vuitton brendini hamma eshitib tanigan bilasizlar, eshitgansizlar. Mana shu Louis Vuitton brendidan yana $3000 voucher beriladi sovg'aga. Eng katta sovg'asi ko'pchilik Amerikaga borishni orzu qiladi, to'g'rimi? Bizga kompaniya именно с уровня амбассадора приглашение jo'natadi, потому что hamma konferensiyalar Amerikaning har xil shtatlarida bo'lib o'tadi. Mana yaqinda yanvar oyida Floridaga uchib ketyapti ambasadorlar. Bu yerda biletingiz ham tekin, проживаниеңiz ham tekin, borganingizga yana plus $3000 Louis Vuittonga kirib kiyinib chiqqin deydi. Turlari bor, har xil развлеченияларga ham kompaniya o'zini yonidan sizni aylantirib keladi. Mana shu imkoniyat. Shunaqa imkoniyatlar bor. Ambasadorlar, mana hozir Qozog'istondan ketayotgan ambasadorlar vizani faqat o'zingiz olasiz, pasportga kirib, siz qo'lingizda
unga приглашение jo'natiladi. Viza, то есть посольствоdan o'tdingizmi, Qozog'istonda, например, 10 yilga viza olishibdi. Как бы shu travolim sababchi bo'lib qolgan Amerikaga borishga. И ambassadorligi har yili shu Amerikada har xil shtatida mana shunaqa konferensiyalar uyushtiriladi. Prezident bilan birga bitta dam olish, aylanish, mana shunaqa imkoniyatni beryapti kompaniya. Вот, endi savolinglar bo'lsa beringlar. Ozgina xohlasanglar savol javob qilamiz.